Sizlar ham sochinglar shunaqa uzun jilodor bo'lishini xohlasanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni saqlab qo'yishni unutmanglar, sizlarga aniq kerak bo'lib qoladi. Qani endi ketdik. Maskamizga qo'shiladigan narsalar: asal, mayonez va bodom yog'i. Bodom yog'i bo'lmaganda zaytun yog'i ham qo'shsa bo'ladi. Birinchi mayonezni o'zimizni sochimizni uzunligiga qarab qo'shib olamiz. Keyin asal yarim qoshiq, asal ko'p ham, kam ham bo'lib ketishi kerak emas. Aytganimdek bodom yog'i 3 qoshiq qo'shamiz. Undan keyin massani aralashtirish boshlaganimizda boshida shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Keyin xona haroratida 5 minut qoldirganimizdan keyin yana aralashtirishni boshlab, xuddi shunaqa massagacha olib kelishimiz kerak bo'ladi. Maskamiz уже tayyor. Menga o'xshab vannaga kirasizlar, одноразовый перчаткаlarni qo'lingizga olib, sochinglarni chiroyli qilib tarab, уже foydalansanglar bo'ladi maskadan. Men boshida shotkada foydalanib ko'rdim, lekin shotka yaxshi foyda bermadi. Shuning uchun qo'lingizda qilganinglar yaxshi. Qo'lingizda qilganingizda ham to ildizidan soch uchigacha olib borishinglar kerak. Bu gullashni ham oldini oladi, ham sochni qalin ham qiladi. Bu o'zimda foydalanib ko'rganman. Ishoninglar, juda ham zo'r maska bo'ladi. Haftada 3 marta qilsanglar ham bo'ladi boshiga, keyingi oyladan 2 marta, 1 marta qilsanglar ham bo'ladi. Sochingizga hech nima o'rashinglar shart emas. Yarim soat davomida turadi. Men o'sha bu yerda sochimni bitta tarafini qilib bo'ldim. Hozir o'sha ikkinchi tarafini ham qilib bo'laman. Nima desa bo'ladi, sochinglarni yaxshilab yuvishinglarni so'rardim. 3 marta shampun qilsanglar ham bo'ladi. Chunki mayonez qo'shilgan, mayonez hidini ketqilish sal qiyin bo'ladi. Shuning uchun 3 marta yuvsanglar ham roziman. Mana o'sha bu yerda sochimni qurityaptim. Bemalol rezultatni ko'rishinglar mumkin. Agar sizga bundan ham yaxshi retsept kerak bo'lsa, Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'ying, like bosishni unutmang. Videomni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bundan yaxshi videolar hali oldinda. Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'ying.